Konditsioner faqat muzlatish uchun kerak deb o'ylasangiz katta xato qilasiz. Qishda uyni isitish uchun eng xavfsiz texnika bu aynan konditsioner. Citronic firmasining 12 talik konditsionerini hozir siz bizdan xarid qiladigan bo'lsangiz, birinchidan narxidan yutasiz, ikkinchidan yoz bilan qish muammosini bittada hal qilasiz. Ushbu konditsionerimizni motoriga ofitsialniy 10 yil kafolat beriladi. Servis tomonidan 5 yil tekin xizmat ko'rsatiladi. Motori full DC inverter bo'ladi. Bunda 940-50% gacha ekonom qilib beradi. R32 freon bilan jihozlangan. Yana bitta zo'r tarafi -20 gradusda ham uyingizni bemalol isitib bera oladi. Qanaqa isitib beradi deydigan bo'lsangiz, radiatorlarimizni hamda qo'shimcha tem bilan jihozlangan. Shuni hisobiga bemalol uyingizni qaynatib isitib tashlaydigan bo'ladi. Xo'p, tok tushib ketganda ham 135 voltgacha bemalol ishlaydi. Tok ko'tarilib ketganda 265 voltda ham kuyib qolmaydi. Ushbu konditsionerimizni yozgi kunida $400 dan balanga xarid qilasizlar. Bizda hozir uni narxi like bosib obuna bo'lib qo'ygan mijozlarimiz uchun $350 shaharchada dastavka xizmati bilan qilib beramiz. Podarkasiga o'zini kronshtaynlari bilan qo'shib beriladi. Kimga kerak bo'lsa, nomer adreslarimizni bilasizlar, bemalol aloqaga chiqib zakaz qilsanglar bo'ladi.